Men nimadir qilib qo'yganman, aytgan. Agar bilmasam, men uzr so'rayman agar ayb mendan o'tgan bo'lsa. Ayol sifatida qaysi qaroringiz hayotingizni butunlay o'zgartirib yuborgan? Meni tojim tushib qolmaydi. Hozirgi Zarina Ahmedova bo'lishimga shu qiyinchiliklar sababchidir. Albatta bitta san'atkorimizning klipida raqqosa haqida voqea ketgan. Nima uchun bu darajada raqqosalarga tegdi deb o'ylaysiz o'sha sahna? Ayol bu ayol, yig'lasa ham ayol, yig'lamasa ham ayol. Gap so'z bo'lib ketadi, u raqqosa hech kimni erga olmaydi. Kuchli bizani men o'ylaymanki vaziyatli qiladi. Bilaman. Joyida qaytaraman, individual bo'lishga o'rgataman. Biz agar Zarina qatnashsa, biz qatnashmaymiz deb aytishgan. Hozir juda ko'p yoshlar kim bo'lishini hattoki universitet institutlarini bitirayotganda bilmayapti. Avvalambor, ayol kishi o'zi uchun shu narsani qilish kerak. Ayol kishi o'zini yaxshi ko'rish kerak.